Aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, juda shoshilinch va ayniqsa 6000 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. 4 kundan keyin, atigi 4 kundan keyin hayotingizni sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin bo'lgan davlat xizmatlaridan foydalanishda yangi davrini boshlaydigan bir imkoniyat eshik ochadi. Bu imkoniyat haqida bilmaslik afsuski sizni ko'plab qulayliklardan mahrum qilishi, vaqtingizni, mablag'ingizni isrof qilishi va ortiqcha tashvishlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa keksa yoshdagi ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz uchun muhim. Shuning uchun hoziroq shu ondayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video maksimal darajada ko'pchilikka yetib borishi kerak. Chunki unda keltirilgan har bir so'z bu sizning kelajakdagi qulayligingiz va osoyishtaligingiz kaliti. Avvallari davlat xizmatlaridan foydalanish qanday edi? Ko'pchiligimiz yaxshi eslaymiz. Bir varaq qog'oz uchun soatlab navbat kutishlar, turli idoralar o'rtasida yugurishlar, hujjatlarni to'plash uchun qancha vaqt va asab sarflashlar. Masalan, oddiygina nafaqa miqdorini aniqlash yoki unga oid biror ma'lumot olish uchun nafaqaxo'rlarimizning ba'zilari nafaqa jamg'armasining hududiy bo'limlariga borishlariga to'g'ri kelardi. Ba'zan bu yo'l uzoq bo'lishi, transport muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin edi. Qolaversa, keksa yoshdagi insonlar uchun ayniqsa harorat yuqori yoki juda past bo'lgan kunlarda yoki sog'ligi yomonlashgan paytda bunday idoralar oralab yurish juda katta qiyinchilik tug'dirardi. Sizning qadrdon vaqtingiz, qimmatli sog'lig'ingiz shunchaki navbat kutishlarga, yo'l kira va ortiqcha sargardonliklarga sarf bo'lar edi. Ko'pincha hatto biror hujjatning bir dona nusxasini olish uchun ham yarim kunlab vaqt ketishi mumkin edi. Bu albatta hayotimizning bir qismi edi, lekin zamon o'zgarmoqda. Xo'sh, endi nima o'zgardi? Hukumatimiz aholiga davlat xizmatlarini yanada qulay va shaffof tarzda yetkazish maqsadida ularni raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bugungi kunda biz yangi zamonaviy raqamli xizmatlar davriga qadam qo'yish arafasidamiz. Endilikda aziz yurtdoshlar, sizning barcha davlat xizmatlariga oid tashvishlaringizni hal qilish uchun mobil ilovalar yaratilmoqda. Aniqrog'i, 10 yosh va undan katta yoshdagi nafaqaxo'rlarimiz uchun maxsus davlat mobil ilovasi ishga tushirilishi yaqinlashmoqda. Bu ilova siz uchun nafaqaxo'rlik bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni, hujjatlarni, hatto ba'zi imtiyozlarni uyda o'tirgan holda boshqarish imkonini beradi. Bu shunchaki bir ilova emas, bu sizning vaqtingiz, sog'lig'ingiz va qulayligingiz uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar dunyosiga ochilgan eshikdir. Endi nafaqa jamg'armasining eshigini taqillatish, poliklinikaga yugurish yoki har qanday boshqa davlat idorasiga borish zaruriyati sezilarli darajada kamayadi. Barchasi birgina smartfoningizda bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu qanday ulkan qulaylik? Ushbu davlat ilovasi haqida nimalarni bilishimiz kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar emas? Keling, shu haqda batafsil to'xtalib o'tamiz. Ushbu ilova davlat xizmatlari markazlarining raqamli ko'rinishi bo'lib, u orqali siz turli davlat xizmatlaridan onlayn tarzda foydalanishingiz mumkin. Aynan nafaqaxo'rlarimiz uchun bu ilova bir necha muhim funksiyalarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, nafaqa hisobini onlayn tarzda tekshirish, nafaqa miqdori haqida ma'lumot olib bilish. Ikkinchidan, ba'zi ijtimoiy imtiyozlarga ariza berish yoki ularning holatini kuzatib borish. Uchinchidan, tibbiy xizmatlar, masalan, poliklinika shifokor qabuliga yozilish yoki hatto masofaviy konsultatsiyalar olish imkoniyati. To'rtinchidan, turli davlat organlaridan rasmiy ma'lumotnomalar, sertifikatlar olish yoki ularni raqamli shaklida saqlash. Beshinchidan, sizga tegishli bo'lgan qonunchilikdagi o'zgarishlar, yangiliklar va boshqa muhim xabarlardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish. Kimlar xavotir olishi kerak? Aslida xavotir degan so'zni ishlatish unchalik to'g'ri emas. Balki e'tiborli bo'lish kerak desak to'g'riroq bo'ladi. Birinchi navbatda bu toifaga texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmagan, smartfonga ega bo'lmagan yoki internetdan foydalanishda qiynaladigan nafaqaxo'rlarimiz kiradi. Agar siz hozirgacha davlat xizmatlaridan faqat jismoniy idoralar orqali foydalangan bo'lsangiz, yaqinlaringiz yordamsiz smartfoningizda ilova o'rnatishni bilmasangiz, demak, siz diqqatli bo'lishingiz va ushbu yangilikka tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Chunki kelajakda davlat xizmatlarining aksariyati raqamli formatga o'tib boradi va jismoniy idoralardagi navbatlar ko'payishi yoki ularning xizmat ko'rsatish hajmi qisqarishi mumkin. Bu esa siz uchun qo'shimcha noqulayliklar tug'dirishi mumkin.
Keling, real hayotiy misollarga murojaat qilaylik. Misol bir Amina opa 18 yoshda. U har oyda nafaqa pulini bankomatdan olish uchun bankka borishga majbur bo'ladi. Har safar unga bankka borib kelish uchun jami 2 soat vaqti ketadi. Bundan tashqari bankda uzoq navbatlar, ayrim paytlarda bankomatlarning ishlamay qolishi kabi muammolar uni ko'p qiynaydi. Yangi ilova ishga tushgach, Amina opa endi uydan chiqmasdan turib, smartfoni orqali o'zining nafaqa hisobidagi mablag'lar holatini tekshirishi mumkin. Agar uning nafaqasi bank kartasiga tushgan bo'lsa, u bu ma'lumotni darhol ko'ra oladi. O'tgan oyda u bankka borishga ketkazgan 2 soatlik vaqti va yo'l kira xarajatlari endi tejaladi. U hatto ilova orqali ayrim kommunal to'lovlarni ham amalga oshirishi mumkin. Bu uning vaqtini va kuchini tejab, har oy kamida 10 ming so'm yo'l kira va ertalabki charchoqdan xalos etadi. Misoliki, Mansur aka 7-2 yoshda. Uning surunkali kasalligi bor va har 3 oyda shifokor nazoratidan o'tish kerak. Shifoxonaga borish, navbat kutish uning sog'ligi uchun og'irlik qiladi. Ayniqsa, avtobusda tiqilinchda yurish ancha qiyinchilik tug'diradi. Ba'zan u shifokorga yozilish uchun ham poliklinikaga 2 marta borishga majbur bo'ladi. Birinchisi yozilish uchun, ikkinchisi qabulga kirish uchun. Yangi ilova orqali Mansur aka endi uydan turib, smartfondagi ilova orqali o'ziga kerakli mutaxassis shifokorga navbatga yozilishi mumkin. Ilova shifokorning bo'sh vaqtlarini ko'rsatadi va u o'ziga qulay bo'lgan vaqtni tanlaydi. Hatto ba'zi hollarda oddiy maslahatlar uchun masofaviy konsultatsiya olish imkoniyati ham paydo bo'ladi. Bu Mansur akaning sog'ligini himoya qilishga, uning qimmatli vaqtini tejashga va tinch osoyishta hayot kechirishiga yordam beradi. Har bir borib kelishga ketadigan 304 soat va 15 ming so'm yo'l kira endi uning oilaviy byudjetida qoladi. Misol uchun, qishloqda yashovchi Dilorom momo 75 yoshda, u bir necha yildan beri nafaqa oladi. Ba'zan u nafaqa jamg'armasidan biron-bir ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Masalan, nafaqa miqdori haqida bankka yoki boshqa tashkilotga taqdim etish uchun. Bunday hollarda u tuman markaziga borib kelishga majbur bo'ladi. Tuman markazi uning qishlog'idan 32 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, borib kelish uchun jami 6 ming so'm yo'l kira sarflaydi. Yangi davlat ilovasi orqali Dilorom momo endi bu ma'lumotnomalarni raqamli shaklda smartfoni orqali olishi mumkin. Agar u o'zi smartfon ishlata olmasa, uning nabirasi unga yordam beradi. Natijada Dilorom momoning yo'l kira xarajatlari tejaladi. Yo'lga ketadigan dar 5 soat vaqti oilasi davrasida o'tadi va u ortiqcha charchoqdan aziyat chekmaydi. Bu kabi qulayliklar nafaqat pulni, balki umrni ham tejaydi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Asosan texnologiya bilan do'st bo'lgan smartfonni bemalol ishlata oladigan, internetdan foydalanishda tajribasi bor nafaqaxo'rlarimiz. Shuningdek, yonda doim yordam berishga tayyor bo'lgan farzandlari yoki nabiralar bor nafaqaxo'rlar ham ushbu yangilikdan xavotir olmasliklari mumkin. Ularga shunchaki ushbu ilovani o'rnatish va uni to'g'ri sozlashda yaqinlari yordam berishsa kifoya. Ammo shuni unutmang, hatto texnik savodxonligi yuqori bo'lganlar ham ilovaning barcha funksiyalarini, xavfsizlik qoidalarini yaxshi o'rganib chiqishlari shart. Endi esa eng muhim qismga istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslarga e'tibor qaratamiz. Har bir yangi tizimda bo'lgani kabi, bu ilovada ham e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Istisnolar va muqobil variantlar. Agar sizda smartfon bo'lmasa yoki internetga kirish imkoniyati cheklangan bo'lsa, nima qilish kerak? Hukumat bu kabi holatlarni ham e'tibordan chetda qoldirmagan. Birinchidan, barcha davlat xizmatlari markazlari, xalq qabulxonalari o'z faoliyatini davom ettiradi. Siz avvalgidek ularga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchidan, ayrim hollarda mahallalardagi obod mahalla markazlari yoki oilaviy poliklinikalarda ham ushbu ilovadan foydalanishga yordam beradigan maxsus xodimlar bo'lishi mumkin. Pochta bo'limlarida ham nafaqaxo'rlar uchun ma'lum xizmatlar ko'rsatish tizimi saqlanib qoladi. To'rtinchidan, eng muhimi, yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Farzandlaringiz, nabiralaringiz, qo'shnilaringiz sizga ilovani o'rnatishda va undan foydalanishda yordam berishga tayyor turishadi. Bu butun oilani birlashtiradigan imkoniyat hamdir. Shuning uchun texnologiyadan uzoq bo'lsangiz ham xavotirlanishga hojat yo'q. Faqatgina muqobil variantlarni bilish va ulardan foydalanish kerak bo'ladi. Tuzoqlar va firibgarliklar. Afsuski, yangi texnologiyalar paydo bo'lganda ulardan foydalanib o'z manfaatini ko'zlaydigan firibgarlar ham paydo bo'ladi. Eng muhim qoida: hech kimga o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni
pasport seriyasi va raqami, PNFL bank karta raqamlari, ilovadan foydalanish uchun parollar. SMS orqali keladigan tasdiqlash kodlari. Aytmang va hech qanday shubhali saytlarga kiritmang. Davlat organlari hech qachon sizga qo'ng'iroq qilib, bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, o'zini davlat xizmati xodimi deb tanishtirib, sizning nafaqangizni hisoblab chiqish yoki yangilash bahonasida ma'lumot so'rasa, darhol aloqani uzing va huquq tartibot organlariga xabar bering. Ilovani faqatgina rasmiy do'konlardan, Google Play Market yoki Apple App Store yuklab oling. Boshqa manbalardan yuklangan ilovalar zararli bo'lishi mumkin. Har doim ehtiyot bo'ling va shubha tug'ilsa, avvalo yaqinlaringiz bilan maslahatlashing yoki davlat xizmatlari markazlarining ishonch telefonlariga murojaat qiling. Noaniq nüanslar. Ushbu ilovadan to'liq foydalanish uchun sizga imzo, ya'ni elektron raqamli imzo kerak bo'lishi mumkin. Bu shaxsiy identifikatsiya qilish va hujjatlarni elektron tarzda imzolash uchun xizmat qiladigan vositadir. Ba'zi xizmatlar uchun bu talab qilinmasligi mumkin, ammo to'liq funksionallikni ishlatish uchun imzo olish talab etiladi. IMO'ni davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz mumkin. Bu bir martalik amal bo'lib, uni olganingizdan so'ng ko'plab davlat xizmatlaridan to'liq foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuningdek, ilovada texnik nosozliklar, internet uzilishlari kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda sabrli bo'lish va biroz kutib turish tavsiya etiladi. Ko'pincha bu muammolar tezda bartaraf etiladi. Yana bir muhim jihat shundaki, ushbu ilova va u orqali ko'rsatiladigan xizmatlar doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Shuning uchun ilovani muntazam yangilab turishni unutmang. Bu sizga eng so'ng funksiyalardan foydalanish imkonini beradi. Xo'sh, endi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Ushbu ilovadan to'liq foydalanish uchun nima qilishingiz kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam tayyorgarlik. Smartfoningiz borligiga ishonch hosil qiling. Agar yo'q bo'lsa, farzandingiz yoki nabrangiz yordamida bitta arzonroq, lekin Android yoki iOS operatsion tizimida ishlaydigan smartfon sotib olishni o'ylab ko'ring. Bu sizning kelajakdagi qulayligingiz uchun investitsiya bo'ladi. Smartfoningizda internet ulanishi mavjudligiga va u barqaror ishlashiga ishonch hosil qiling. Agar Wi-Fi bo'lmasa, mobil internet paketi sotib olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam ilovani yuklab olish. Bir kundan keyin ilova rasman ishga tushgach, smartfoningizda Google Play Market Android telefonlar uchun yoki Apple App Store iPhone uchun ilova do'koniga kiring. Qidiruv maydoniga davlat xizmatlari yoki mening nafaqam kabi kalit so'zlarni yozing. Rasmiy ilova davlat xizmatlari agentligi tomonidan ishlab chiqilganligiga ishonch hosil qiling. Ilovani topgach, uni yuklab olish va o'rnatish tugmasini bosing. Bu jarayon internet tezligiga qarab bir necha daqiqa vaqt olishi mumkin. Uchinchi qadam ro'yxatdan o'tish. Ilovani oching. Sizdan identifikatsiyadan o'tish so'raladi. Buning uchun avvalo sizga imzo kerak bo'lishi mumkin. Agar imzoingiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz lozim. imzoni olish uchun pasportingiz va PNFL jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami kerak bo'ladi. Bu juda muhim qadam. Chunki imzo sizning raqamli imzongiz bo'lib, barcha hujjatlarga elektron tarzda qo'l qo'yishingizga imkon beradi. Imzo olganingizdan so'ng uni ilovaga ulash uchun ko'rsatmalarga amal qiling. Odatda imzoni telefoningizga ulaydigan USB qurilmasi token orqali yoki maxsus QR kod orqali tizimga kiriladi. Agar imzo talab qilinmasa, ro'yxatdan o'tish jarayoni osonroq bo'ladi. Sizdan shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport seriyasi va raqami, PNFL, tug'ilgan sanangiz, telefon raqamingiz so'raladi. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiritganingizga ishonch hosil qiling. Telefon raqamingizga tasdiqlash kodi keladi. Uni ilovadagi tegishli maydonga kiriting. Parola yarating va uni eslab qoling yoki yozib qo'ying, lekin hech kimga ko'rsatmang. 4-qadam ilovadan foydalanish. Ilovaga muvaffaqiyatli kirganingizdan so'ng sizning shaxsiy kabinetingiz ochiladi. Bu yerda siz turli bo'limlarni ko'rasiz. Mening nafaqam, tibbiy xizmatlar, ma'lumotnomalar, xabarnomalar va hokazo. Masalan, nafaqa haqidagi ma'lumotni bilish uchun mening nafaqam bo'limiga kiring. U yerda sizga tegishli barcha ma'lumotlar ko'rsatiladi. Boshqa xizmatlardan foydalanish uchun ham shunga o'xshash qadamlarga amal qiling. Har bir xizmat uchun batafsil ko'rsatmalar ilovaning o'zida mavjud bo'ladi. Eslatib o'taman, agar ilovadan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz,
davlat xizmatlari markazlarining yagona telefon raqamiga, masalan 1001 takib qo'ng'iroq qilishingiz yoki eng yaqin davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, farzandlaringiz va nabiralaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga albatta yordam beradi. Bugun biz juda muhim mavzu, 6000 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarimiz uchun 4 kundan keyin ishga tushadigan davlat mobil ilovasi haqida batafsil gaplashdik. Bu ilova sizning hayotingizni sezilarli darajada osonlashtirishga qaratilgan bo'lib, u orqali siz davlat xizmatlaridan qulay, tez va eng muhimi, uydan chiqmagan holda foydalanishingiz mumkin. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki raqamli kelajakka qo'yilgan muhim qadamdir. Bizning maqsadimiz har bir nafaqaxo'rimiz bu imkoniyatdan to'liq xabardor bo'lishi va undan samarali foydalana olishi. Shu sababli yana bir bor eslatib o'taman. Bu videoni iloji boricha ko'proq yaqinlaringizga, ayniqsa 6000 yoshdan oshgan qarindoshlaringiz va qo'shnilaringizga yuboring. Ularning hayotini osonlashtirishga yordam bering va albatta ushbu video ostida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz bu yangilikka qanday qaraysiz? Undan foydalanishga tayyormisiz? Qaysi xizmatlar siz uchun eng foydali bo'ladi? Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga yangi va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishda davom etish uchun ilhom beradi. Sog' bo'ling, omon bo'ling va doim zamon bilan hamnafas yashang.